birinchi ayning 8 kuni saharda 5 kishi oldin sep yenisidan uchib Germaniya ishg'oliyatidagi rayon Polshaga ishgirlab kirdi. 5 kishining ikkisi bu qatimki vazifaning mazmunidan xabardor edi. Ular Georgiy, Germaniya Kompartiyasining a'zosi 1939 yili Sovet ittifoqiga qochib qolgan. Boris, Sovet qizi armiyasining jumhuriy darajalik razvedchi. Qolgan 3-chi Ernest, sobiq Germaniya armiyasining Shangui. U 1 yil burun tarmar qilingan qo'shinni boshlab Sovet qizi armiyasi tarafga o'tgan. Henry Gruppunun eng yosh a'zosi, sobiq Germaniya armiyasining 2-chi darajalik askari. U Sovet ittifoqi urush maydonida asirga tushgan. Yank, mol kurash tajribasi ega polshalik partizan. Aeroplan nishonga yaqinlab qolganda nemis askarlarining to'qnashuviga uchraydi. Bu 5 kishi yat-rayonga sakrashga majbur bo'ldi. Georgiy egri yarınladı. Gruppunun başqa a'zolari bilan uning aloqasi uzilib qoldi. Ular bu maxfiy vazifani ijro qilishga kirishish bilan mag'lubiyatga uchraydigandek qiladi. Dördüncü numaralı koyun. İkinci vagon dikkat. Yığılınla. Yola çıkın. Gel. Solga burul. Kademlik var. Nereye bartken? Freiburg'a. Freiburg bu yerden kaçlık kile? 1000 kilometre. Fransiya chegarasiga yaqin. Bu qandamı qahve bolsun. Allah şunu bilmemse.
Beşniski. Beşniski efendi. Beşniski. Kimni izlaysiz? Kechiring, birsiga ochliq qolibdi. Oplin, Breslau, Dresden, Blausen, Nürnberg, Stuttgart. Ha, Freiburg Moşad ekan-da. Breskod ekan. Sizce bu poyuz qancha yetib bora, eriniz? Bir narsa deyish tas. Qanchalik ma'udu bu ularning vazifasining qandaq bo'lishiga bog'liq. Albatta jiddida nemis fashistlarga qurol-yarog' ishlamtizur. Ya'ni shahardagi qalaymiqanchiliklarni raddlaydi texi. Undaqda 7-8 kun mangadi ekanda. Temir yo'l buzg'unchilik uchirgan bo'lsa, texim uzoqda berishi mumkin. Ya'ni peshinizkin topgandan keyin uning bilan birga qochib keladi. Ishlamchilarni epmangan poyez qattiq nazorat qilindi ekan. Navot ular qochib kelamiz-chu. Yanik Veshinishkin topamiz-chu. Yoki Yanik birer ishga yo'liqib. Ikkilisi tangla qurbon bo'lib ketsa-chu. Bo'ldilar, nima degan ko'p savollar bu. Shundaq bo'lib qolsa buniga nima degilik? Amiz qanday qilamiz? Bo'ldi qilamdik-ya. Yo'q. Biz yo'liga chiqishdan burunlar bu yerda ishlarning o'ngishli bo'lmaydiganligini bilgan. O'g'u shundaq. Saqlaylik. Yanikdan xabar kelsin. Qancha saqlaymiz? Balkim uzoqroq saqlaymiz. Buniga bir narsa ishtas. Saqlaylik. Veshinizga bizga birdan bir jipchi. Boshqa amal yo'q. Uzoq saqlab qolsak. Ya'ni kamay qasqanda qilamiz. Andaqda birimiz Germaniyaga berib, Yanikni izlaylik. Kim bor edi? Ishqib birisi bor. Shu basu. Georgiy ma? Opa, sirtda odam boda qildi. Men chiqib qarab boqay. Men sizni bu yerga kelmang degandim-ku. Bizga ish deb bersiz. Tez keting. Men bilan yuring aka. Nima bo'ldi? Zot nima ish bo'ldi? Demamsiz. Georgiy. U nima bo'ldi? Tezdan. U bo'lamidi?
Qizitimiz qancha gradusga chiqdi? 40'qa. Abla, chata xo'pdi. Şunu sizni izlep bağın. Kechikib qalsaq bo'lmaydi. Helimu. Kechikkanimiz. Bunday qilsak bo'lmaydi. Uni jazman qutqizishimiz kerak. Anlayapsizsiz? Uni cho'qim qutqizing. Doktor bo'lmasa hargiz bo'lmaydi. Emisi, eningizdan o partizanlarni tepib kelsin. Ularda faqat birli doktor bor. U meningcha hech birini bilmaydi. Usta doktor topmay bo'lmaydi. Polak doktordan birini topqilib bo'ladimi? Bu yerda polak doktorlar qolmadi. Faqat nemis doktorlari bor. Undaqda bo'lmaydi, Anka. Ems umid qolmabdi-da. Mening yana vazifam bor. Tavakkulchilik qilmaylik. Bo'ladi. Obdan bir amal qilaylik. Stanislavskiga boramdiq? Yo'q. U yerga yaqin, ham xatarlik. Biz Bohniyaga boraylik. Emisi, qachon boramiz? Georgiyni qutqizamiz desak. Hazırlamaylı. Turib ketibsiz-ku, appak qiz. Dostumni saqlayapman. Dostunuz kim? İsmi nima? İkinci şaşı Velir. Veler. İkinci şaşı Veler deydigan birisi yok. Ba, o meni Bohniya shahar sirtidagi harbiy lagerning mashina skladi oldida saqlam degan. Rast shunda bo'lsa, mana men sizga Veler bo'lay. Lekin siz ikkinchi shashi bo'lmasangiz, Sizdan Veler'iniz sivayatisi turmaqdı-da. O çoqum eski birine o'xshaydi. Bir saatdan keyin olmishma. Oyat uchirshayli. ma'qul endi. Vaqtida keling appak qiz. Men va'damda turman.
Qandaq? Pəmin boz polaq qızını başında qolğa çürələrsən. Endi men dostumnikini berib kelay. Nerede işleydi? Nemis askarlarının harbiy klubida ishlaydi. Andaqda bugun qandaq yangi ahvollar bor birinchi. Hech qandaq ahvol yo'q deb janoblari. Biror shapimi yo'q. Amis yaxshi yo'qdi. Urush tugaydi qoldi. Kimning saq qaytgisi kelmaydi. Oshxonada kim dejurnik qilyotidi? İrona dejurlik qilyotidi. Bizga bir yangi boshliq keldi. U sizni so'rab qolsa, opam og'rib qolgach, uning o'rniga ishlaylik kelganda. Ma'qul. Avla kim? Keynidagi ikkinchi jo'zliq tag'alla axborot punktidagi tegib shov bilan birinchi shangvi. U bundan 3 kun burun yaralangan. Yenidagi maslahatchilar bo'limining harbiy mulozimat boshlig'i Fox. Yana birisi alohida harakat uyning dijongi Gasil. Av o'rnidan turgan kishi harbiy doktor Rovi Chungsho. Anlashimcha, u professorga. Marhamat, doktor Jonshav janoblari. Rahmat sizga qadrligim. O kız kim boludu? Apısı ağırıp qolgachqa u apısının o'rniga ishlaylik yaptı. Natonish kishilar kirishga bo'lmaydi. Deb qo'ying. Ma'qul, men deb qo'yay. SS-chilar yetakchi do'yning do'yjanga xo'p bilan qilgan suhbatingiz qandaq bo'ldi? Darvaqa men o'ylagan yerdan chiqdi. Yetakchi do'yning do'yjanga xo'p bizni alayda qo'mondonlik shtabining ishini bilib ketibdi deb yuqoriga chiqibdi. Onuncha biz SS-chilarning ishini zodil uqmasligimiz kerakki. Xuddi biz bir maxfiyatlikni oshkorlab qo'ygandek. Qandaq bo'lsa, ular quruqlik armiyamizning ishiga hargiz aralashmasin. Qaytib keldingizmi? Doktor Jonshav janoblari. Qaytib keldim, Remok. Men birdam kitob ko'raman, siz chiqib damaylang. Xo'p. Hey, yana bir soat saqlaylik. Men shu o'yinni ko'z tuttiray. Sizga mashin kerakmi? Boldilar o'rincha sirt chiqib azroq havo yeb kerak. O'q surib o'tib ketgan bu kallammo sayyaklashib qolar.
Bu ya oq sap bo'g'ini bilan oldingi sapga 100 kilometrlik keladi. Hayotimiz kafolatga ega emas. Agar biror pay o'q etilsalar, u dunyoga safar qilganimiz qilgan. Shundaqdimi sizni herkes avval yo'lga sap qo'ymaymiz-da. Buning bir nima deyish tas. Alloh o'z panohida saqla. Kechiring, kecha sizni avar qiladigan bo'ldim, Jonshov doktor janoblari. Shov degibning zotli mijozi yo'q, shunga sizni ko'rib baqamdik degan. Men uni bayli restoranda ko'rganda, uning mijozi yo'qdek emasdi-ku. Qanday qilib birdamdili? Bir soat bo'ldi, u tuyuqsizla og'rib qoldi. Dori yeganda u dorimi ta'sir qilmadi. Kashib qoldi. Meningcha mundaq qilayli. Men azroq dori beray, boshlig'ingizga olib bering. Tegib shov sizni kelib bir okul urib qo'ysa degandi. U qon yuqumlanish kesilib qoldimi deb ansirayotdi. Yo'q. U qanday qilib birdamli bundaq kesilib bo'lib qolsin, qadri degim. Men buyruq bilan keldim. Siz men bilan birga bormasangiz bo'lmas. Amsi u mening berib kesliga diagnoz qo'yishimni qaror qilib bo'lgan o'xshamamdi. Shundaq, doktor Jonshov janoblari. Nima bo'ldi, professor janoblari? Siz berib dori sanduqimdan kirib bering. Bo'ladi. Okulni-chu, doktor Jonshov janoblari. Bir korobka atipin. Yana azroq morfindanmi sanduq sog'ash keling, Remok. Men boraymi, professor janoblari? Siz bormisingizmi bo'ldi, Remok? Men hozirlik qaytib kelaman. Shundaqmi yigit? Xotirjam bo'ling, men bo'lgandan keyin. Tegib shav araqni ko'p ichib qo'yibdimi ya? Qarab turing, haqiqatan shundaq bo'ldi. Kesilning sababi ilil ayon bo'ladi. Meni nagib ketyapsiz? Tegib shav qo'mondonlik shtabini indamasmi? Sizga ilil aman esen ekib qo'yman degandim-ku, doktor Jonshov janoblari. Nima qilmoqchisiz? Mashinangizni to'xtatib, men darhol kagayrimga olib qo'ying. Emsa xapilmay qurolingizni topshiring. İş bo'lmaganda ahvon deb qo'ysangiz mukashki. Siz birisiga lozim, shu ish. Bo'ldi, o'sha gap qilmay jim o'tiring.
Siz bu ağamchın tutup bilan bo'lmasa nishondan adashib qolasiz, professor janoblari. Bakla aşırı ettiniz go demey jigit. Özümnin haqlıq degəndək qılıb, meni bu saqlıqda öküzni yetilgəndək yetilməkçi mi? Canımni saqlab qilish uchunla sizlarga ergishib, mushunday ahmoqona ishlarni qilyapman. Mening deganimdek qiling. Nishondan adashsangiz yoki qochaman desangiz, cho'qim o'limga mahkum bo'lasiz. Qandaroq? Professor janoblari. Ochig'ini davring. Uni qutqizishdagi birdan bir amal. Biligini kesish. Biroq bu ya afsusda. Uni quruqliq armiya doktorxonasiga olib bormasa, zotli bo'lmaydi. Doktor, onu qutqizib qalsangiz. Bir amal qilib baqsangiz-chi. Yana desam, yana shu gap. Cho'qim amal qiling, doktor Junsho janoblari. Parvardigor, men mo'jiz yaratamayman, yigit. Uningdan zot umid yo'q. Undaqda Tangriga iltijo qilib beqing. Bu sizning bir chiqish yo'lingiz.
Doğru sandıqını əkiling. Adamlar şunda mı cilik kıgan bağ mı? Bu işte emdi məlum kıganınlar nemisi? He? Fırıncı Canve. Qarab turib 3 kundagi xabar qilganingiz ne? Yaqindan buyon salomatligingiz yaxshi bo'lmag'achqa sizni parakanda qilmay debdiman. Bir necha kundan buyon talay ishlar bo'lib ketdi. Bu ishni parashutdan sehrganlarga munosabatlik desak qandaq bo'la? Doktor Junsho janoblarining yo'qolib ketishiga kelsak, bu ish meningcha uncha bo'la. Siz hali partiyalarni xavfga qaramay, doktorni tutib ketishiga ulardan birisining putining mitkot bo'lib ketishi sebep bo'ldi demoqchimi? Yo'q, undaq emas. Qadrligim, bu yerda bir o'yin bor. Ya bo'lmasa ular jinidan to'ygan. Bu ish yuz berib 2-3 kungacha hech qanday tadbir qo'llanmabdi. 5 kunda shunchalar ish yuz berdi, Shosha janoblari. Ofitserlar va qorovullar o'ldirildi. 214-bin tonning o'q-to'ri iskolati bo'lib ketildi. Boshqurish rayonimizdan 12 askar qochib ketdi. Adisli partizanlarning mashina va yemak-ichmaklarni bulash vaqasi 16 qatimga yetdi. Timir yo'l qatnashi adisli buzg'unchilik uchradi. Bu ishlarning hammasi shopet turadi. O'rinchi, nim bo'ldingiz? Xeyli sezgir adamdingiz-ku. Bu ish sizni nimancha tamtirib qo'ydi? Bu ishni amni surishtirsak kechikmaymiz, Shosha janoblari. Yana aqtirimiz desak, aqsab tikroyillar butunlay qalayim-qalashib ketadi. Eng muhimi, bu ishni yetakchi duyning do'jangi xo'q hargiz o'qib qolmasin. Uning belib qilishga masligiga men bir nim deyamayman. Remoqni chaqiring. Xo'p. Remok. İkinci derecik asker Remok aldığınızda. Bu ishni maslahatchilar bo'limining dijorni doktor bilan Urunchi Shangvidan boshqa yana kimga dedingiz? Hech kimga aytmadim. Bu ishdan bag'an sari gumonim kuchib ketyapti. Shunga ilqi doktor Junsho janoblari tunugin kechkichim qaytib kelmadi. O ba'dida doktor xallarni kuzatishga bor ekan. Bu normal ish. Ba'dida doktor xallarni qo'ribmi qiladi ekan. Shunga dastlabda bu ishga ancha e'tibor qilmabdiman. Bo'ldi Remok. Bundan keyin bu ishni hech kimga aytmang. Uqdingizmi? Boshlig'im komandirib ketdi deb qo'ying. Xo'p. Sizcha doktor Junsho janoblari hayotmidi? Ay Remok. Nimalarni o'ylab ketdingiz? Shu emasmi? Janobi professor doim nima desam bo'la? O ig'ir besiqdi. Harbiyga o'xshamaydi. O'zini ancha kutib ketmaydi. Sharoit qancha ko'namidimi ya? Men birasini o'ltirish uyoq tutsin, urib baqqan emas. Qandaqmi jinoiy javobgarlikka tortilay? Men doktor. İnsanparvar adam, faşist emas. Aytdim. Baribir meni aytibsizlar. O hayat qolsin yoki o'lsin. Menda guvohnoma aytibsizlar. Undaq qilish fashistlarning ishi. Urush meni shundoq deyishga majburlagan. Urushni sizlar nemislar qo'zg'agan. Sizlar boshqa davlatlarga tajovuz qilib hukmronlik qilmoqchi. Butun dunyoni qul qilmoqchi. Sizlarning uchanglardagi qotillik formasi. Jinoiy javobgarlikdan hech qaysinglar qochib qutulolmaysizlar. Sizmi ham xiyol qilmang. Faqat Gitlerga qarshi kurash qilgan kishilar uning sirtida. Siz Gitlerga qarshi turgan bo'lsangiz, men sizning haqiqiy insonparvarligingizga ishongan bo'ladim. Tek xatar ishi turib atadi.
Agar hayotli qoldigan bo'lsa, o'zimning mo'jiza yaratganligimga ishongan bo'laman. Mo'jiz deganni faqat Georgiga o'xshash kishilar yarata oladi. Doğrunu vaqtida deb kelamasanlar, mo'jizmi yo'q bo'ladi. Bu doktorni qandaq bir taraf qilsak bo'la? Qani Georgiy saqaysin, ondan birimi deymiz. Doktor xili durus odamkan. Sizning deganingiz bu boshqa gap. Menimcha u Georgiyni ko'ngil qo'yib davolayotdi. Uni xili opta odamdek ko'rdim. O bir ishni bilib qoldimi nima? Bilmagandim. Eliqi jani bilamda? Uni Georgiyning yeniga akkagicha ko'zni itib 2 soat aylantirdik. O bir ishni sezdimi? Ozroq sezgandek qiladi. Avval doğru deb kelayli, ondan doktorning ishini maslahatlashayli. Qayaringiz og'riyotdi Shamo janoblari. Ikki chekam orqamga ham qo'shilib og'riyotdi. Doğrumi farq qilmadi. Aytinga, yana-chi? Kechsi to'liq qarayotdi. Albatta. Siz oldingi saptga ofitser. Bu balkim uzoq muddat jiddiylashish va charchashdan bo'lsa kerak. Boshqa amal yo'q. Ozroq tishlantirish to'g'risi beray. Bunun ünümü bo'lib qola. Yaxshiroq dori beremamsiz doktor. Masalan, morfin bo'lsimi bo'laverdi. Bo'lmaydi Shamo janoblari. Undaq to'g'ri sizga ig'ir ketadi. Cho'milik zembirak atgandek ish bo'ladi-da. Morfindek dorilar kamchil. Ig'ir kasallardan boshqalarga berishga bo'lmaydi. Bu dorining unumi xili yaxshi. Kuniga 2 qitim. Har qitimda 2 taldan issingiz og'riqni to'xtatadi. Ozroq qaynoq suv bersangiz qandaq, doktor janoblari? Bo'ladi. Agar bu dori foyda qilmasa, harbiy doktorxonaga berib ko'rinib beqing. Xizmatingizni bo'lamadim Shamo janoblari. İşçiniz süremda. Esingizde bo'lsin do'stim, ofitserlar ishim o'tib ketdi desa, jo'ng'ishlar ishim surib qopdi deydi. Ammo qadrligim, sizdek oddiy askarlar shatroq qo'yibdim desil bo'ladi. Uqdingizmi? Sizga dorining eng yaxshisini berdik. Selzidin apkagan dori. Buningdan boshqa dorimi qolmadi. Ruslar yana bir qitim hujum qilib qolsa, butunlay tugashkinimiz shu. Buningdan kuchliroq yo'qmi? Apyun bo'lsin bo'ldi. Apyun? Bu nima deganingiz? Bu nemislarning harbiy doktorxonasi. Bu yana qalaymiqan chilibxonlarga o'xshatmang. Uqdingizmi? Bu dorini ichib eting. Ishingizni yana tozalab yurmaylar. Menimcha bu so'qirish joy bo'lishi mumkin. Oshqozondagi masala emas. Endi kiyimingizni kiyib olsangiz bo'ldi, Shamo janoblari. Eng yaxshisi oshqozon shilliq pardasini tekshirtib ko'ring. Davoltib ko'rib, unumi qandoq bo'ladi? Bir mazgil ko'zitib beqing. Kechiring. Ehtiyotsizlikdan qo'lim tegib ketdi. Vaja.
Toluvayısman. Sallı gayret kısınız ağrımaydı. Bek ağır gitti doktor. Ovaca. Hey uyatsız. Sizde higitla ağ septi lağaylap jürmey. Uruşqa. Aldın septinin en hatarlık çaylarını veriş gerek. Bunu hiç ettim. Bu ağrıqın pəs etəmisi mi? Qoqaqını aldı. Sizlar xeyli ko'p to'g'ri tepib kepsizlar. Lekin Georgiyaga muvofiq kelmaydi ekan. Endi men dori yemesam kasal olmaydigan bo'ldim. Qarg'anda yana yeliqi Jongshaoning taklifini qabul qilmasak bo'lmag'idek. 15 minut ilgari uning yordamchisi Sabila klubiga kirib ketdi. U qancha vaqt turadi? Tamoq yeb, paranglashib uyga qaytqicha 2 soat ketadi. Az bo'lsa-chi. 40-50 minut. Vaqt yetami, Ernest? Yetidi. Siz avtomat bilan mashinada qiling. Men ko'chada saqlay, Henry uyga kirsin. Cho'ng eshikning kichigi tatmining ochqichi. Men mang'ashtiray. O'q ovozni anglagan hamon darhol mashina haydab keling. Mashinaga tushib qochamiz.
derecedeki asker? Şangvay canaplari. Salamını bilemse? Ben sizga salom qildim, Şangvay canaplari. Dikkatli turishing kerak. Men sana gap qilyapman. Kechiring, Şangvay canaplari. Men boy bir ish ustida o'ynab turib qaptiman. Bu yoqqa. Bayinim bo'lding? Bir ishni o'ylayotganmi? Düşman zeminde turvatgan kelsa, hushyor bo'lishing lozim. Lekin sen-chu, yo'lda ketib uxlaydi ekansan. Xiyol surdi ekansan. Seni so'lab qo'yib, ko'zingni echib qo'ydigan yakkab bu. Genişkanı çıkar. İkinci derecelik asker Rimok. Sehiye yeni 214. numar. Nerede döcünenlik kılasa? Bokuni harbiy doktorxonasida. Qadamlab marş. Yana haydakchilik qilamdim. Gepimni angla, Rimok. Şangvay canaplari. Hazırlık qaytib döjürni qism başlığıga men intizamga egir xilaplık qildim deb ma'lum qil. Men qisminglarga telefon berib, sana qandaq jazo berganligini surishtirman. Qayt. Xo'p, Şangvay canaplari. O telegramını məxfi spirga aylandırıb əvətibdi. Şu an qolumuzga düşdü. Bugün mu şu əvətim? Arıq səpdən əvətkeçkə ehtimalga vaqt qaldırıb qoyğan bolışı mümkün. Telegramının cavabını kütüş üçün mü? Yoq, bu məxfi stansiya berilgan buyruq. Bu tötəylərinin ismligini tezimlikdən öçürüb etdim. Bula öldü. Məxfi arxıtdın mı? Yakından beri 8 eylen öldü. Ula alaydı kumandanlık ştav tarafından öldürüldü. Ulanın bir monçilleri saman kozaq bigatələbdir. Nişandın azğalla. Düşmənin aqılıb durvatqaşqa ulanı nazarat qilishmi təz. Siz mi qolunuzdaki arxiv ambrinin müdafiyasını küçetişiniz gerek bazı. Ənsirmən diyeceğim canaqları. Bu məxfi arxiv ambirini yasashqa ən işəşlik, ən təcrübelik mütəxəssislər tep geldik. Vada ötesi nəhayət yüşürüncay. Bu yerdə heç qandaq yox çıxma yox. Hər qandaq adam kirəməndəb mi kirəməydi? Menin digərlərimni esinizdən çıxırıb qoyman bazı. Ali başkumandanın ait aslandakı kişilərə acayip soğulan təqdim qılğan. O bosumu işənç. Kimiki işençni yoxtub qoydu ikən bazı. Kalısından ayrıldı. Şundaq mı? Diyeceğim canaqları. Doğru ettiniz. Bazı. Biz mashinani o'rmonga yushirib qo'ydik. 2 kunda bir kelib Georgiyning salomatlik ahvolini ma'lum qilib turing. Taklifimizni Georgiyaga yetkazib turing. Cho'qim yetkazma Şangvay. O'zingizni asrang. Georgiyaga salom ayting. Esingizda bo'lsin. Georgiydan boshqa hech kim Germaniyaga berib Yanik Vishinskini tepkilamaydi.
Vishniski. Hey, kim bo'ldi? Siz qaysi vagonda? 5-vagonda. Men 7-vagonda. Sizdan so'raydigan bir ish bor edi. Nima ishni so'ramoqchi edingiz? O'tgan yili siz Vodovodsky harbiy qurilishga qatnashganmi? Men qatnashmagan. Akam qatnashgan. Akangiz hozir. Buni so'rab nima qilsiz? Men uningdan bir ishni so'ramoqchi edim. Hey, chiroq ketmanglar, chiroqqa. Mordidan javob kutma. Uni fashistlar o'ltiribdi. To'pa, nimaga o'ltirsan? Ya, nimaga qarab tursan? O'lgin keldimi?